Dildor onasining xavfli rejasini anglagan lahzada uning yuragida qo'rquv ildiz ota boshladi. Boshqa tomondan esa Shirin va Diyorning muhabbati butun oilada yangi bo'ron ko'tarilishiga sabab bo'lish arafasida. Keyingi qismda Dildor onasining rejasini amalga oshirishni boshlaydi, ammo har soniya Doniyor haqiqatni bilib qolishidan qo'rqib yashaydi. Doniyor esa farzand orzusida yanada sabrsiz bo'lib, Dildorga bosimni kuchaytiradi. Shu paytda Shirinning uyga kirib kelishi hammaga vaqtincha quvonch olib keladi, lekin Sardorning ichidagi yashirin g'azab yangi janjalga sabab bo'lishi mumkin. Yulduz esa erining xiyonatiga qarshi shunday qadam tashlaydiki, bu bir nechta munosabatlarni butunlay buzib yuboradi. Ammo eng katta savol shuki, Dildorning siri yana qancha vaqt yashirin qoladi? Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bell tugmasini ham yoqing. Shunda barcha yangi videolardan birinchi bo'lib xabardor bo'lasiz. Ushbu barcha prediksiyalar shaxsiy fikrimiz asosida tayyorlangan bo'lib, asl voqealar bundan farq qilishi mumkin.